Assalomu alaykum azizlar, yangi kun muborak bo'lsin. Mana bugun chegarasiz muvaffaqiyat 3 kunlik intensiv darsga keldim. Mirzakarima Norbekovdan, Shohruh Norbekovdan borishadi. Qarang, bitta narsani sezdim. Kecha rosa ko'p odam aksa urdi, rosa ko'p odam o'sha allergiya bo'ldi. Nazarimda mana shu закрытый помещение bo'lgani uchun bu yoqda mana bitta ham oyna yo'qda. Manda esa hech narsa bo'lgani yo'q. Men o'sha ochkida o'tirganim uchun, ochki o'zidan anion taratganim uchun mana xuddi anaqa salbiy anionlar menga juda qulaylik yaratib beryapti-da. Ya'ni sizga vozdux beryapti, zo'r. Shuning uchun men bu ochkini hech qachon yechmayman. Agar siz ham mana shu zreniyangizda, umuman sog'lig'ingizda muammo bo'lsa, albatta mana shu ochkini sizga tavsiya qilaman. Anion va ochki grafiyani Nobel mukofoti